Bu video material MinoReader kanalida suratga olindi. Hammaga maroqli tomosha tilaymiz. Salom bolalar, bugun men sizlar bilan men bugungi videomda readerlarning qasrida 100 kun yashab qolmoq. Xullas, men videoni boshladim. Demak, bizlar bu readerlarning qasriga kirishdan oldin biroz yog'och teplaymiz. Demak, bizlar ham anchadan tayyorlanib oldik. Endi esa bu yerga chiqib olamiz. Demak, bu yerlarda nimalar bor? Bu yana bil. Qana bu junlar teplami. Olib ketamiz. Bilishda olamiz. Yana zipper ko'tarilamiz. Aynan shunaqa payt kirib bir ham chiqish kerak. Men faqat shunaqa bularni yo'q qilamiz. Demak, bizda 2-chi kun ham boshlandi. Yana 3-chi qayta chiqishimiz kerak endi. Oltasi hazomni ko'rib ko'rdik. Uni yo'q qilamiz. Sovuq tushdi. Mayli, bu yerdan tepaga ko'tarilib olsak. Bu yerda birinchi o'tgan safar creeper ko'rgan edim. Creeper shu yerdami? Mayli, uni qidirib o'tiramiz. Qo'lim darrov o'chib ketibdi. Yana qo'lni tuygazdik. Endi sayyorani yo'q qilamiz. Darrov bir urush o'tib ketdik. Bitta kellaringchi. Dostum. Shularning boltasi tushdi. Endi sehrgar ham bormidi bu yerga? Sehrgar endi qayoqda? Endi sehrgarni ham qo'rqib o'ramiz. Bizga bitta totem berdi. Totem chapga olib boramiz. Demak, biz bu yerdagi hamma readerlarni yo'q qildik. Xullas, bu qal'a bizga qolib ketdi. Endi esa bu yerni anchagina rivojlantirsak ham bo'ladi. Degan payt mana zo'm payda bo'lishi kerak. Yo'q qilaveramiz. Demak, bizda 3-chi kun ham tugayapti. Ertaga 4-chi kun avqalab pishishini kutib o'tiramiz. Demak, 4-chi kunni ham boshlab oldik. Endi bugun juda ham ko'p tosh va cho'p yig'ishimiz kerak. Mana daraxtimiz anchalar qolib ketgan ekan. Bizda demak 4-chi kun ham tugayapti. Yana ovqat pishirishga qo'ydik. Demak, ertalab 5 kun kutamiz. Demak, bizda 5-chi kun ovqat yeb 5-chi kun ham tugashini kutamiz. Aniq bundan ortiq kutib bo'lmasdi. Xullas, biz shu yerda videomizni tugatamiz. Hammaga xayr. Bundan keyingi videomizda bu video 30 ta like kelgandan keyin qo'yamiz.